Xiyonatkorni oqlab bo'lmaydi. U erkak bo'lsin, u ayol. Chunki bilib turib qilingan gunoh. Xiyonatni kechirganingiz bilan o'sha insonga yaqinlashganingiz sari u xatoni qaytaradi. Shuni bilingki, xulqi yomon insonni jazolamaguningizcha o'zini to'g'ri deb biladi. Psixologik sababi shuki, ong ostini himoya mexanizmining ishlashi aynan mana shu. Nima demoqchiman? Xiyonatni kechirish faqatgina inson bo'lganimiz uchungina. Ya'ni kechirishimiz mumkin. Biroq u insonga yaqinlashganingiz sari o'zingizda qandaydir bir alam, g'azab, nafratni his qilayotgan bo'lsangiz, bu bo'yicha vaqtida ishlashingiz, albatta katta xatolarni ongsiz holatda qilib qo'ymasdan psixologik ilm olishingiz, terapevtik amaliyotlardan o'tishingiz kerak bo'ladi.